Daraxtlarga hech ahamiyat berganmisiz? Shu daraxtlar ilk yerdan chiqayotganida to'g'ri bo'lib chiqadi. Sal qiyshaysa uni bog'bon qaddini to'g'irlab, tekizlab, to'g'ri qilib ko'tarilishiga sharoit yaratib beradi. U bir muddat shu 1 yil, 2 yil ko'tarilib olgandan keyin yonidan shoxlab kattalashishni boshlaydi. Boshi to'g'ri, o'rtalari ozgina shoxli, eng tepalar ko'p shoxli bo'ladi. Bunda qanaqa alomat ko'rishingiz mumkin? Hech tafakkur qilib ko'rganmisizlar? Agar bog'bon o'sha yangi o'sayotganida bu novdani qaddini to'g'irlab, qiyshayotganini to'g'irlamasa edi, tepadan chiqayotgan mayda shoxlar og'irlik qilib qiyshayib nobud bo'lardi bu daraxt. Bog'bon yonidan chiqqan mayda yovvoyi shoxlarni kesib, qaddini to'g'irlab, asosini yerdan chiqqan joyini qalin bo'lib katta bo'lishiga sharoit yaratib bermasa edi, u daraxt nobud bo'lardi. Hamma daraxtga bitta qarab chiqsanglar, hammasi shunaqa. Tarvaqaylayotgani bor, xunuvdan xunuv bo'lib qiyshayib, chinorga o'xshab tikka bo'lib tepalari ko'p bo'lib turgani bor. Bu nimani bildiradi? Tug'ilgandan 15-16 yoshgacha bu daraxt birinchi yerdan ko'tarilgan qismi, tekis joyi. Shu 45 yoshligicha o'rta qator shoxlagan joyi. Qalinroq bu odamlarni oila qurishi, farzandli bo'lishi, eng uchlari mayda shoxli osmonga tikkalashib ketgan joylari. Bu nevaralar, javaralar, oilani kengligi. Asos qanchalik baquvvat bo'lsa, yuqoridagilar ham shunchalik baquvvat bo'ladi. Tepaga intila oladi. Qiyshayib yerga qarab ketmaydi.